Shuhrat aka, daromadim buxgalteriyada ko'p, haqiqatda unaqa emas. Yo'q foydamga bekordan bekorga soliq to'layman. Tajribangizdan kelib chiqib, menga qanaqa bir maslahat bera olasizmi? Sizning holatingizda xarajatlarni optimallashtirish kerak bo'ladi. Xarajatlarni optimallashtirish uchun birinchi navbatda sizning daromadlaringiz va xarajatlaringiz tekshirib chiqilishi kerak. Pul qayerdan kelyapti va qayerga ketyapti? Har bir xarajat buxgalteriya orqali hujjat bilan o'tishini ta'minlaydi. Ushbu holatda siz foyda solig'i va NDSni kamaytirasiz. Ushbu xarajatlar ichida biznesingizga aloqasi bo'lmagan yoki normativdan yuqori xarajatlar bormi yo'qmi aniqlab chiqing. Bu xarajatlar odatda chegirilmaydigan xarajatlar bo'ladi va foyda solig'i bazasini kamaytirmaydi. Xarajat normalari va spesifikatsiyalarini har birini qaytadan tekshirib chiqing. Bu esa sizni material xarajatlaringizni orttirishga yordam beradi. Faoliyatingizda imtiyoz va chegirmalar bormi yo'qmi, shularni ham aniqlashtirishingiz kerak bo'ladi. Bu mavzu aslida juda katta mavzu. Sizga qisqacha bayon etib berdim. Aslida esa har bir korxona kesimida individual ko'rib chiqiladi. Agar sizning korxonangizga ham xarajatlarni optimallashtirish bo'yicha konsultatsiya kerak bo'lsa, izohlarda plus belgisini qoldiring.